Jinsiy holatida muammo bor deb shubha tug'ilgan uylangan akalar uchun ushbu videomiz. Ko'p erkaklarimiz uylangandan keyin jinsiy holatidagi muammolar bo'yicha miyada fikr yuritadi yoki qayerlardandir internet tarmog'idanmi yo boshqami ma'lumotlarni o'qiydi yoki eshitadi. Eshitganda menda ham jinsiy holatimda muammo bo'lib qoldimi degan savollar har bitta erkakni savoli tug'iladi va qalbidan o'tadi. Kelinglar bugun shu haqida gaplashamiz. Xo'p, 20 yoshdagi ukalarimizdan tortib hozir 35 yoshgacha uylangan akalar ushbu videoda ko'ryapti. Aynan bu ma'lumotlar siz uchun. Chunki uylanganingizdan keyin qizlik pardasini olishdan tortib bunda qanday muammolar bo'lishi mumkinligi va sizda bu muammolar bo'lmasa sizni jinsiy holatingiz qanchalik sog'lom ekanligi haqida bilishingiz mumkin bo'ladi. Siz uylandingiz, uylanganingizdan keyin qizlik pardasini birinchi kecha yoki ikkinchi kechada oldingiz. Olganingizdan keyin ko'p erkaklarimiz menda muammo bo'ldi deb o'ylaydi. Nima? Birinchi muammo tez bo'shanib qo'ydim deb o'ylashadi. Bu hamma uylangan do'stlar, akalar, ukalar bo'lgan va tug'ilgan savoldan bittasi. Chunki siz ko'z ochib ko'rganingiz ayolingiz bo'lsa, u bilan jinsiy aloqa qildingiz. Jinsiy aloqa qilganingizda sizda tabiiyki 1 minut 2 minutda bo'shanib qo'yishingiz. Nimaga? Chunki bu sizdagi muammo emas, bu sizdagi holat. Muammo qachon qaraladi? Qachonki siz 1 yil davomida yoki 6 oy davomida shu ayolingiz bilan jinsiy aloqa regular qilsangiz, shunda ham 1-2 minutda bo'shanib qo'yayotgan bo'lsangiz, sizda tez bo'shanishli deyiladi. Lekin uylanganingizdan keyin 1-2 minutda bo'shanib qo'yayotgan bo'lsangiz, bu muammo emas. Bu normal holat. Ya'ni siz uylanganingizda shu qizlik pardasini olganingizda shu 1-2 kirib chiqqanda bo'shanib qo'yishingiz normal holat deganim. Chunki bu yerda bizda kapsulalarda, ya'ni moyakdan ishlab chiqarilgan spermatozoidni moyak ortig'i va kapsulasida mayatda urug' do'mboqchalari to'planadigan va kapsulalarda urug'lar to'planadi. To'planishini tasavvur qiling, baklashka suv. To'g'rimi? Suv to'ldir bo'lsa nima bo'ladi? Suvni bitta qissangiz, suv toshib ketadi. Siz ham 1 marta 2 marta aloqa qilsangiz, o'z-o'zidan urug' chiqib ketadi. Bu normal holat. Endi siz regular aloqa qilyapsiz. Regular aloqa qilishingiz natijasida vaqt cho'zilyapti. Ya'ni 6 oy, 3 oy doimiy aloqadan keyin siz 5 minut, 7 minutda bo'shanyapsiz. Bu endi normal jinsiy aloqaga o'tdingiz degani. Aytganimdek, uylanganingizda sizda demak tez bo'shanib qo'yayotgan bo'lsangiz, 1 oy ichida bu muammo emas, bu normal holat deb o'zingizga baholab, o'zingizni erkin va yana ham haligi psixologik tayyor ekanligingizni ko'rsating. Endi siz 6 oy 1 yil aloqa qildingiz, tez bo'shanib qo'yapsiz-da, lekin tez bo'shanishlikda yechim bormi deysiz. Bunda yechim nima? Siz ko'chadan yoki atrofdan oddiy manaqa soft spray yoki lidokain spreyni olasiz. Jinsiy holatga sepasiz. Sepish qonun qoidasi qanaqa? Bu test do'stlar. Tez bo'shanishlikdan qutulish uchun uy sharoitida eng oson va arzon yo'li. Lekin buni doimiy qo'llamang. Chunki jinsiy holat sezuvchanligi pasayib boradi va terisi bunga o'rganib qolgandan keyin sizda tez bo'shanishlik muammosi doim yana shunday qolib ketishi mumkin. Bu 4 marta 5 marta aloqa qilishingiz uchun yordam beradi. Jinsiy holatda bu yeriga sepdingiz, tepasiga, yonboshiga, faqat oldi qismiga sepmaysiz, bosh qismiga. Va sepganingizdan keyin 15 minut kutasiz. 15 minut kutgandan 15 minutdan oldin jinsiy holatda shunday qilib ishga borasiz. Ishga borganingizdan keyin 15 minutdan so'ng buni yuvib artib olganingizdan keyin jinsiy aloqaga kirishasiz va sizda vaqt cho'zilsa, bu yerda sezuvchan nervni, ya'ni darsal nervlarni sezuvchanligi yuqori bo'ladi. Ushbu nerv yuqori bo'lgani bu sezuvchanlik pasaydimi? Demak, sizda nerv tomonidan kelayotgan impulsni sezuvchanlik yuqori ekanligi bilinadi. Va bu yerda tez bo'shanishlikni oldini olish uchun oddiy 15 minutlik jarrohlik amaliyot orqali 15 minut ketadi xolos. Siz tez bo'shanishlikdan qutulishingiz mumkin. Ya'ni ushbu operatsiyani denervatsiya operatsiyasini o'tkazishingiz mumkin. Tez bo'shanishlik mavzusini yopdik. Endi ko'p erkaklarimizda peshob qilganimda peshob qolib ketib qolyapti qovuda yoki siydik yo'limda turib qolganga o'xshayapti va siltsam 1-2 tomchi kelib qolyapti. Endi ayolni siydik chiqarish kanali bilan erkaknikini farqi bor. Ayol kishida siydik qolmasligiga sabab uni siydik chiqarish kanali 5-6 sm gacha bo'lishi mumkin. Sizdagichi bu sizda 10 sm dan 18-20 sm gacha bo'lishi mumkin siydik chiqaruv kanali. Ya'ni tasavvur qiling, mana bu kanal qovudan kelgan yer. Endi tabiiy holatda ham 2-3 tomchi qoladi. Lekin sizda undan ko'proq bo'lib hojatga chiqib keldingiz. Chiqib kelganingizdan keyin siydik qoldi hissi qolyapti va yana borsiz, yana siyyapsiz. Bunda sizda muammo bor. Qaysi muammo? Prostatadagi muammo yoki bakterialniy muammo yoki qovudagi muammo. Shu tufayli sizda qayta-qayta pozitiv bo'lishi mumkin bo'ladi. Buni faqatgina klinikaga kelsangiz, o'zi dobler tekshiruv orqali bilish mumkin bo'ladi har bitta urolog-androlog.
va u yerda muammo bo'lsa, lecheniya yozilgandan keyin bu qoldiq siydik hissi yo'qoladi. Prostatadagi muammo bartaraf bo'ladi va jinsiy zaiflikni oldi olinadi. Endi jinsiy zaiflikni aytdingiz deysiz hozir. Jinsiy holatdagi jinsiy zaiflikni baholashni bilish kerak. Qachon baholanadi? Siz jinsiy aloqa qilyapsiz, yotib qolayotgan bo'lishi mumkin. Siz jinsiy aloqa qilyapsiz, bo'shanolmay yotib qolayotgan bo'lishi mumkin. Siz jinsiy aloqa qilyapsiz yoki umuman turmay qolayotgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Siz ko'ryapsiz, qaysi biringizdadir bu holat bo'lgan aniq. Hozir shu uchalasini ham sizga tushuntirib beraman va yechimi nimaligini aytaman. Xo'p, qarang. Siz jinsiy aloqa qilyapsiz. O'zi ereksiya qaydan qo'zg'aladi? Qaydan ehtiros keladi? Siz ayolingiz bilan uni quchoqlaganingizda, qo'lingizni ushlaganda dopamin gormonlari ishlab chiqarishni boshlaydi va testosteron ortishni boshlaydi organizmda. Qon bosimi ortishining hisobiga bu yerda g'ovak tanada qon to'ladi va ereksiya bo'ladi. Ereksiya bo'lgani tabiiyki turadi. Turgan siz aloqaga o'sha yaroqli bo'lasiz. Ko'pchilik aloqa qilmasdan bo'shanib qo'yaman, shu quchoqlasam netsam deydi. Bu yerda aytganimdek kapsulalarda urug'lar tug'ilsa, kapsulalarda urug'lar tug'ilsa, bu yerda to'lgan urug' tez ketib qoladi. Endi siz 2 kunda bir har kuni o'z ayolingiz bilan quchoqlayapsiz, erkalayapsiz, jin nuqtalarini ushlayapsiz, boshqalar qilyapsiz. Bunda siz tabiiyki tez bo'shanib qo'ymaysiz va jinsiy zaiflik bo'lmaydi. Endi ko'pchilik aytadi, aloqa qilayotganda nimadir tiqir etganda jinsiy holatim yotib qoldi deydi. Boya aytdim. Siz aloqa qilayotganda yotib qolishi mumkin dedim, to'g'rimi? Endi bunda psixologik tashqi impulslarga, tashqi tomondagi tovushlarga siz xayolish chalg'ishining hisobiga fokusingiz buziladi. Ya'ni bu yerda miyadan boshqarilayotgan nervlar xayolni u yoqqa olib ketadi. Olib ketgan nima bo'ladi? Jinsiy holatni o'z-o'zidan tashlaveradi. Siz jinsiy aloqa uchun o'zingizga sharoit qilib, romantik kechani tashkillashingiz bu individual yondashishingiz hisoblanadi. Siz yoki ayolingiz. Bu paytda jinsiy holat yotmasligi aniqroq bo'ladi. Endi doktor deyishi mumkin. Jinsiy holatim turmayapti. Uylandim, hali qizlik pardasini ola olmayapman. Bunda nima bo'ladi? Bunda jinsiy holatni o'zi tekshiruv qilish kerak. Nima uchun? Qon aylanish qanaqa degan savol bo'ladi. Uyingizda ariq bor, ariqda suv keladi, suv kelganda u ariqda chiqib ketadigan joyi ham paynog'i ham bo'ladi-yu. Jinsiy holatda ham qon keladi, suv emas. Arteriyadan qon kiradi, jinsiy holat turadi. Venadan chiqadi, jinsiy holat yotadi. Ya'ni g'ovak tana qon bilan to'lganda mana bu g'ovak tana jinsiy holat turadi. Turishining hisobiga bu qattiq bo'ladi. Endi hozirgi kunda yosharib borayotgan bitta tug'ma nuqsonlardan biri bu arterialniy venozniy utechkalar yoki arteriyadagi kirayotgan qon tomirining siqilib qolishi, to'liq qon kirmashi. Bu yerda yechim nima? Venozniy utechkani operatsiya qilib to'g'irlash mumkin, lekin to'g'irlanmasa oxiri jinsiy holatga protez qo'yishgacha borishingiz mumkin bo'ladi. Nimaga? Qo'ydingizmi? Kimga qo'ydingiz? Xuddi shunaqa bemor bo'ldimi deysizlar? Ha, bo'ldi. 2000-yil bemor 6 oy ayoli bilan yashagan, hali qizlik pardasini ola olmagan. Tadalafil, sildenafil va boshqa dorilar ichgan, tabibga borgan, svecha qo'ydirgan, massaj qildirgan, prostataga foyda qilmagan. Lekin jinsiy holatda shu jinsiy zaiflikda og'ir turida biz protez qo'ydik va bir oydan keyin o'sha aloqa qildi, ayoli hattoki homilador bo'ldi. Bundan oldingi videolarni YouTube ga joylaganman. Hani Otabek Ayvash bilan qilgan videolarimizda bor bu haqida, telefonda gaplashganimiz ham bor. Endi u protez deb aytyapsiz, 2000-yil bo'lgan qayerga qo'yiladi deysiz. Hozir qisqacha tushuntirib berib o'tib ketaman. Sizda jinsiy holat turmayapti, qon bilan to'lmayapti. Arteriyada muammo bor. Arteriyada misol tasavvur qiling, sizda 10 lik turbada keladigan qon 6, 5, 4, 3 ta siqilib kelyapti. Ya'ni to'liq suv kelmayapti, to'liq qon kelmayapti. Kelmashining hisobiga bunga ozuqa, qon yetib bormayaptimi, bu ishmayapti. Ishsa nima bo'ladi? Turadi. Endi bu yerga ushbu g'ovak tanaga biz protez qo'yganmiz. Ya'ni bu protez tasavvur qiling, mulyaji. Mana bu g'ovak tanada qon yetib bormayaptimi? Yetib bormagandan keyin nima qilinadi? Mana bu joyga sun'iy ereksiya chaqiruvchi vosita qo'yiladi. Bu protez. Buni bir komponentli, 3 komponentli va oldingi videolarda ham aytib o'tganman. Qisqacha hozir aytib ketyapman. Mana shu g'ovak tanaga biz protezni qo'ydik. Qo'ysak buni mexanizmi qanday? Qo'lda boshqariladigan mexanizm. Qo'lda buksangiz yotadi. Tasavvur qiling, mana yotibdi, mana. Mana. Endi siz turgizmoqchisiz, qildingiz, turdi. Ko'rdingizmi? Mana, turibdi. Siz aloqa qila olasiz. Yana yotkizib aloqa qila olasiz. Bu endi og'ir turida. Endi sizda og'ir turi bo'lmasligi mumkin. Og'ir turi bo'lmasa-chi, misol men yoshligimda saxir bo'lganman, menda turishi qiyin bo'lgan, uylanganman, uylanganimdan keyingi holatlarchi deyshadi. Sahna diabeti bor insonlarda shuyet fibrozga uchraydi glyukozaning hisobiga, ya'ni chandiqlanib ketadi. Chandiqlansa jinsiy holatda qonlash yo'qoladi o'z-o'zidan, do'stim. Bu sizdagi haligi qandli diabet hisobiga ortilgan asorat hisoblanadi. Buni siz tashkil qilmagansiz, buni siz atay qilmagansiz. Endi bu yerda sizda jinsiy zaiflik bo'layotgandan keyin o'z-o'zidan kasallik bor deb o'ylaymiz.
Lekin turyapti, bo'shanyapsiz, ikkinchisiga ham turyapti, aloqa qilyapsiz, bunda muammo yo'q. Siz o'ylamang, 2-3 minutdan keyin ham jinsiy zaiflik bo'lyapti deb. Mana buni tozalang. Hozirgi aytib o'tgan narsalarni bo'layotganimiz to'g'ri muammo bor. Bunda siz klinikaga andrologga murojaat qilib kelishingiz kerak va shu savollarga to'liq ma'lumot olishingiz kerak bo'ladi. Endi eng ayanchli holatdan biri yana jinsiy olatda achishlar bo'lib qolishi. Menda shunaqa bo'lyapti, uylanganimdan keyin siyganimda achish bo'lib qoldi degan savollar bo'ladi. Endi jinsiy aloqadan yuqadigan kasalliklar bor. Buni ayol tomonidan ham yuqtirishingiz mumkin, ya'ni o'z turmush o'rtog'ingizdan, halolingizdan yuqtirgan bo'lishingiz mumkin. Yana bittasi bu ko'chadan yuqtirgan, fohishalardan yuqtirgan kasalligingiz asorati qolib ketgan bo'lishi ham mumkin bo'ladi. Faqat uylanganingizdan keyin namoyon bo'lib qoladi degani emas. Bu yerda jinsiy olatda siyganingizda achishlar, yiringlar, oqmalar oqib qolishi jinsiy olatdagi infeksiyalarning hisobiga bo'ladi. Gonoreya deymiz biz, trichomonada deymiz yoki boshqa Escherichia, ureoplazma, boshqa narsalar chiqadi. Hammasi o'z-o'zidan yuqib qolmaydi. Bu pasteldagi holatdan yuqishi mumkin. Endi ko'p holatda Escherichia ko'k tayoqchalar chiqdi yoki ureoplazma chiqdi deydi. Nimaga u chiqib qoladi? Bu ayolingiz bilan aloqa qilganingizda orqa peshob ayollarda shu oldi tomoniga yaqin bo'ladi. Bu yerdagi infeksiya o'tgan bo'ladi. Ya'ni gigiyenaga to'g'ri rioya qilmagan holatda jinsiy aloqa qilib qo'ygan bo'lsa, bu yerda ushbu infeksiya jinsiy aloqa paytida ayoldan yuqtirishingiz mumkin. Lekin bunda yiringlar, oqmalar oqmaydi. To'g'ri, siyganda achish bo'lishi mumkin. Agar sizda yiringlar, oqma bo'layotgan bo'lsa, darhol urolog andrologga borib, ushbu yiringdan surtma oldirib, qaysi kasallik ekanligi haqida ma'lumotga ega bo'lib, to'g'ri lecheniya qilishingiz va ayolingizda ham ushbu holatni oldini olishingiz mumkin bo'ladi. Eng og'ir holatlarda ushbu oqmalar orqali ayolning turbalari yopilib qolishi, sizda uruv yo'llari yopilib qolishi holati va farzandsizlikka olib borishi mumkin. Ushbu holatda sizda kasallik bor deb o'ylasangiz bo'ladi. Agar aytib o'tgan holatlarim bo'lmasa, faqatgina siydik tomib qolayotgan bo'lsa, sizda qo'rqmang. Bu yerda yechim bor. Oddiy tabletkalardan, oddiy fizioterapiyalardan yechim qilsa bo'ladi. Endi ko'p erkaklarimiz ota-onalarimizni aybi tufayli bu yerda qanaqa aybi? Yoshligida e'tiborsizlik tufayli. Sunnatulloh tug'ilgan bolalar eshitsin buni, ya'ni ko'rsin. Ya'ni CD chiqaruv kanali o'z joyida joylashmagan bo'ladi. Jinsiy olat yana jinsiy olat. Bu yerda CD chiqaruv meatus kanali bu yuqorida joylashadi. Lekin bu ko'p erkaklarda o'rtada pastda bo'lib qoladi. Bu yomon holat. Bu jinsiy olatni qiyshayishiga olib borishi mumkin. Bu siyganda ayollar kabi o'tirib chachatib siyishga borishi mumkin. U faqat tikka turib emas, o'tirib ham siyadigan, faqat o'tirib siyish kerak bo'ladi. Eng yomon holatda urug' ayolingizni shu bachadoniga, shu nimasiga otilmaydi, tashqi tomonga chiqib ketishi mumkin bo'ladi otilganda. Bu yomon holatlar. Bunda siz farzand ko'ra olmasligingiz mumkin. Buni ham oldi faqatgina jarrohlik amaliyoti orqali qilinadi. Aslida bu 3 yoshgacha bo'lgan holatda qilinishi kerak, lekin sizda 18, 20, 25 yoshgacha qilinmagan va hozirgacha ayolingiz homilador qila olmayotgan bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Endi jinsiy olatda muammo yo'q, lekin farzandda muammo bo'lyapti degan savollar ham kelib tushib qoladi-da. Jinsiy olat turadi. Yaxshi jinsiy aloqa qilasiz. Eyakulyat qilganingizda lekin urug'lar nol chiqib qolish holati kuzatilyapti hozirgi kunda. Ya'ni azospermiya holati. Bu qayerdan paydo bo'lib qolgan? Bugungi qabulimda bemordan shaxsan aytaman, unda yoshligida operatsiya o'tkazgan ota-onasi 3 yoshida bitta moyak rivojlanishdan ortda qolib ketgan, bittasida urug' yo'li yopilib ketgan degan taxminlarga asoslanyapmiz. Bunda ham faqat nima bo'lgan? Mana shu jinsiy olatda muammo yo'q deb uylagan, 1 yil 7 oy yashagan, urug' topshirsa urug' nol chiqqan va ajrimga borgan. Buni oldini olish uchun oddiygina bitta spermogramma analizi topshirib, eyakulyatda urug' bormi yo'qmi, ya'ni spermogrammada urug' bormi yo'qmi biling. Ya'ni bitta yosh qizning umrini hazon qilmang. Bu yerda jinsiy olatda muammo yo'q deb o'ylaysiz, menda zo'r deysiz, lekin farzandsizlik kutayotgan bo'lishi mumkin. Ushbu ma'lumotlar sizga qiziq bo'lsa yoki do'stingizdagi holatni siz eshitib turib, yechim borligini bilsangiz, video do'stingizga yuborib qo'ying. Albatta u uchun ham, siz uchun ham manfaatli bo'ladi. Bundan-da qiziqroq ma'lumotlar olishni xohlasangiz, sahifamga hozir obuna bo'ling. Savollar bo'lsa, quyidagi nomerlar orqali murojaat qiling. Agar murojaat qilishga uyalsangiz, kommentariyada savollar qoldirsangiz, birma-bir javob berishga harakat qilaman. Bizni kuzatishda davom eting.